Leo, axir o'ylasang-chi. Meni o'rniga chiqarib qanaqa yurish mumkin? Bo'lmasa nima qilamiz? Bu yurishda yursang, baribir qamalib boshqa yerga ko'chib turaylik. Tog'amning uyi bor, lekin tog'am hozir ko'chib ketgan, shunga borib tursak bo'ladi. Leo, uy menga yoqdi. Lekin ertaga meni tug'ilgan kunim. O'shanga ertaga bazm qilamizmi degandim. Axir men ham bu yil 23 ga kiraman. Sayfer, men ham 25 ga kiraman bir haftadan keyin. Leo, hozircha mavzuni yopib turamiz. Sayfer, sen uyda o'tirib tur. Men o'zim bozorchoq qilib kelaman. Rosa qiziq bo'lgan. Max esingdami? Zo'r bola edi-ya shu. Rahmatli. Vafot etishidan oldin jim. Kimdir eshik taqillatyapti. Kim bo'lishi mumkin? Politsiyadanmi? Yo'q, to'xta, o'zim qarayman. Shu yerda tur. Kim u? Salom. Siz kimsiz? Menga Sayfer kerak. Sayfer? Sayfer uyda yo'q. Ishonchingiz komilmi? Kimsiz o'zi? Hoy, nima janjal? Ana o choldi qara. Mana men Sayfer. Faqat iltimos, shovqin qilmanglar. Sayfer, bekor chiqding. Adashmasam siz Sayfersiz, to'g'rimi? Yo'q, shunday desa ham bo'ladi. Sayfer, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Buni iloji yo'q deb qo'rqaman. Nega axir? Politsiyadanmisiz? Yo'q, xohlasang tekshirishing mumkin. Lekin Sayfer, bu juda zarur. Sayfer, bu cholga ishonma Sayfer. Nima demoqchi ekansiz? Qayerda gaplashamiz? Sayfer, senga nima bo'lyapti? Har holda tizimga kirib qolganingizni men bilan sizdan boshqa hech kim bilmasa kerak. Axir hozir mashinangizni zabt qilaman. To'xta Sayfer, men ham boraman. Senga biror kolxol bo'lishi mumkin. Bolakay, sen qolsang ham bo'ladi. Kela qol, Sayfer. Siz meni ismimni qayerdan bildingiz? Keyin tushuntirib beraman. O'tir. Xullas, Sayfer. Men ham mana shu qora girdob ichidanman. O'zimni tanishtirsam, ismim Thomas. Vaqtida bu tizimga pul uchun kirgandim. Lekin bunaqa narsalar bo'lib ketishini bilmagandim. Oilamdan ajraldim. Siz nimani nazarda tutyapsiz? Men gaplaringizga tushunmayapman. Shunchaki tizim bu vahshiylar olami.